Assalomu alaykum qadrli mijozlar. Bizni kutgan kunimiz mana keldi. Xudo xolisa mana kecha Jack Motors jamoasiga yangilik bo'ldi. 18 ta o'rinli modelimiz yetib keldi. Xo'p, bularning xarakteristikasini aytgan bo'lsak, 18 ta o'rinli. Oldida mana 3 ta sideniya bo'ladi, sho'pirki bilan monitorli. Tepada mana chiroqlari bor bu yoqda. Bu yoqda mana bardachulari, bu yoqda ham bu yoqda ham bor bardachuk. Perekuritchilari, bu yoqda mana konditsionerlari bor. Hop, keyin buni eng zo'r fichkasi pastga mana chiqish eshiklari bor. Eshiklari ham yumshoq ochiladi, yumshoq yopiladi. Hop, keyin mana bu yoqda 3 ta sideniyamiz bor. Bu orqada yana mana bu yoqda 2 ta, bu yoqda 3 ta. Ko'rishingiz mumkin. Juda udobli. Keyin mana tepalarda mana deflektorlar joylashgan. Bu yoqda ham bor, mana bu yoqda. Tepada mana chiroqlarimiz bor. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bo'yim 1.83. Mana boshim masalan hozir boshim kelmayapti. Bemalol tursa bo'lagan, qulay joy ekan. Hop, bu yoqda yana bizda bu yoqda mana bitta monitorlarimiz joylashgan. Bu yoqda mana quyoshli paytda mana pardalarimiz bor. Yo'lga yopsa bo'ladi, xavfsizlik anaqalari. Hop, bokovoy oynalar ham bor. Bu yoq tomonda, mana bu yoq tomonda. Zaryadchiklarimizgacha qo'yilgan. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirda sotuvda ikkita bor mana bu xolislar. Hop, orqa eshiklari ochilgan holatda, bu yoqda mana oyoq tagida konditsioner pechkalari ham bor. Hammalarni kutib qolamiz, kelinglar. Sotuvda mavjud hozir. Hop, mana eshiklarimizni yopsak, avtomatik o'zi 42 ta. Kelinglar, hammalarni kutib qolamiz.